25 million naqd pul beraman. Bu ham nima uchun deng? 13lik uchun. So'ng mendan sizdan ikkimiz bir al qilsin. Keyin yana qaytib kelsin deyman odam. Bitta mashina olib yuvib ketdi, so'kinib yursin demayman. Rozi bo'lib bering. Faqat o'ynab kulib rozi bo'lib bering. G'om barakaz 28 naqd. Men o'zim ham 29 sotmayman, qarab turasiz. Faqat rozi bo'ling do'stim. Do'stim rozi bo'lib bering. Iltimos. Rozi beraman aka. Chunki men ham kimgadir beraman, u ham baraka bo'lib topsin deyman-da. Hozir aka men aytaman, motorni o'ziga. Bitta ko'ring, eshiting. Bo'l, 28,5 beraman sizga, 29 sotaman mashina. Siz rozi bo'lasizmi? Barakam. Akalar kim olsa 2013-yil 1.6 motorlari zo'r, yog' yemasligi aniq. Javob. Xo'p, polni asijib qo'ygan 1.6 gidrolikasi bor, qolgan joyi prostoy. Oluvchilar bo'lsa 29 million so'm, 28 million 500 ming so'mga men akadan oldim. Bu aka mendan mashina olmaydi. Pul zarar sotib ketibdi. Qo'yinglar, oluvchilar bo'lsa 29 million so'm.